Tinchlikmi, nima qilyapsiz? Yomon alam qilyapti bor, yomon alam qilyapti. Men uni pochkamni sotib oldim. Men molingni sot, qo'yingni sot, usta bo'lib qopti. Men pochka sotib olgan telefonim bilan har kuni olyapti. Seryozni? Ha, ustalarda ham eplab olmay qopti. Oldingi ustalarda bilasanmi? Hali aboyga boshqa joyga borardi, shpakilovkaga boshqa joyga qarab ketardi. Qurilish mahsulotlarini kачественныйsi, sifatlisini hammasi bitta joyda joylashgan joyini topyapti-da bular. Birinchi qo'l dilerini ushlab olishdi, Unaqa dastlabkini ham tekin joyini topib olishdi-da. Bitta telefon bilan, Qaysi magazin ekan o'sha? Andijon 80 metrli mukammal avtoservis bor-ku, shuni ro'parasida mana Petrodoro Abdulboriy. Andijonda o'zida 4 ta filial qilib qo'yibdi-da, Abdulboriy qurilish mollari, bilasan-a, katta. Abdulboriy tomiriga tushib olishdi-da, bular soqqani qilyapti. Aka dastlabki, aka mana joyga. Dastlabkini ham tekin qildiryapti-da bu ustalar. Eski kiyimni jinnini yoqib yuradi, cho'ntak to'la dollar, so'mingiz yo'qmi, bo'ladi turadigan mashinlar bo'lib qolibdi. Shunda ham qurilish mollari do'konlari ko'p-ku. Nimaga aynan Petrodoro? Nima tushunmayapsan? Shu Petrodoro bor-ku, hech kim qilmagan ishni qilib qo'ygan ekanda. Ustalar mahsulot olgani keladi-yu. Hop, maxsus master-klass xona qilib qo'yishgan uni, ko'ryapsan? Ha, bu ustalarni bor, aqlliligini qara. Andijonda Shinam bozori bilasan-a? O'sha yerda Abdulboriy qurilish materiallari, mahsulotlari sotadigan katta do'koni bor-da. Ba'zilarigacha bor ekan. Shuni ham tomiriga tushganda bular. Yaqa boradi, yo'q bo'lmasa baqa kelib ishni qilyapti ekanda. Xullas baqa kelgan ustalar bor-ku, hamma narsani maqtan tortib, drill, metr, lampochka, lustra, izolenta, kabel, shnur, 3000 xil mahsulot bor. Miyangga necha xil kraska keldi? Shuni to'rga ko'paytirsa, hammasi shatta bor ekan. Abdulboriy qurilish mollari. Petrodoro. Aytchi? Petrodoro. Mana.